Assalomu alaykum muhtaram prezident. Men dunyoning top 500 tasiga kiruvchi irrigatsiya institutining tadqiqotchisiman. Shu institutda talabasi bo'lganim bilan faxrlanaman va shu vaqtning o'zida Interhouse maktabidan ham STEAM darslarini o'taman. Hozirgi paytda tadqiqotlarimiz natijasida olgan uskunamiz suvning kirligi qanday bo'lishidan qat'iy nazar ichimlik va ikkilamchi ehtiyojlar uchun xalqimizdagi suv yetkazib bera olish imkoniyatini beryapti va aholini yordam berishga harakat qilyapti. Eng qizig'i, shu uskunamiz nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda ham katta qiziqish bildirildi va hozir O'zbekistonning oddiy o'qituvchi tomonidan ishlab chiqilgan uskuna Amerika Qo'shma Shtatlarining Yuta shtatida ishlatilmoqda. Va sizning tashabbusingiz bilan tashkil etilgan eng yaxshi muhandis ko'rik tanlovida ishtirok etdim va faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim va siz tomonidan taqdim etilgan elektromobil sohibi bo'ldim. Va shu kunda bir narsani tushunib yetdimki, taqdirlangandan keyin qo'limga shu elektromobil kalitini olgandan keyin uyga shoshdim. Har bitta farzandni orzusi bo'lgan narsani amalga oshirmoqchi bo'ldim. Ota-onamga taqdim qilmoqchi bo'ldim. Yo'lda ketayotganimda dam xodimlari yo'limni ochib berar, yo'ldagi odamlar avtomobilni to'xtatib, oynani tushirib qarab, "Sportchimisiz?" deb. Men mag'rurlanib, "Yo'q, olimman" dedim. Xalqimiz shunchalik ilmga qiziqishiga men xursand bo'lib ketdim. Va shu paytda bir narsa tushundimki, ota-onamga shu g'olib bo'lganim emas, shu onlar eng qimmatbaho narsa ekan. Ota-onamga shu kalitni qo'limga berganda, ularni meni ilm olishim uchun voz kechgan narsalari to'g'ri ekanligi, meni ilmga berganliklari to'g'ri ekanligini men tushunib yetdim. Va shu uchun kattakon rahmat, hurmatli prezident. Shu fursatdan foydalanib shuni aytmoqchimanki, olim o'rganish uchun kitob oldida bosh egadi. Shu yosh innovatorlar nomidan shu qaddimiz mag'rur bo'lgani uchun sizga kattakon tashakkur bildiraman. O'zimni Olimpiada chempionlaridek hozir his qilyapman. Kattakon rahmat. Yana bir marta E'zozbek farzandim, avvalambor meni nomimdan bugun ota-onaga katta rahmat deb qo'ygin. Mana shunday seni tarbiya qilganingda sendek farzandim borligidan men ham g'ururlanaman. Rahmat. Sog' bo'lgin, ishlaringga muvaffaqiyat, to'xtamagin.